Buna size siklet qarang. Mahsulot qo'ygan, kelar. Oho. Sizlar zakasini bersalang, tayyor ekan. Borib, shuni motorni qo'yib oq, akalar qatib turishni jo'natib yuborgan, akalar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi, qani bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa uzoqdan so'rab turamiz. Qo'yami? Yes, qani bismillahirrohmanirrohim. Qo'ya. Oldu. Kaçıncı? Onun renk. Maşallah. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz universal drabilkalarning eng arzon joyiga kelganmiz, hurmatli obunachilar. Birinchi o'rinda esa manzilda adresni tanishtirib o'tsam, katta yo'lda bo'yida joylashgan. Mana bu tomondan Yazevon, Namangan, Andijon tomondan kelishingizda o'ng qo'lda, Stresh tomondan Marg'ilon va Farg'onadan kelishda hurmatli obunachilar, o'ng qo'lingizda shu yerda yonida mana akalar ichkariga kiramiz. Ustaxonaning yonida, mana yo'lda bo'yida ustaxona bor hurmatli do'stlar. Shu yonida joylashgan. Xudo xolasa akalar, universal drabilkaning eng arzon joyiga kelamiz. Videoni o'tkazmasa oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Hozir bir boshdan ichkariga kirib ko'rsatib ma'lumotlarni beramiz. Hurmatli do'stlar, ketdik. Yana bir bor assalomu alaykum. Otabek Uz kanalining hurmatli obunachilari va YouTube chorva ishqibozlari. Xudo xolasa bugun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga kelamiz. Aytib o'tganimdek, katta yo'lda bo'yidamiz. Everest brendi ostida ishlab chiqarilgan universal drabilkalarda eng arzon joyiga kelganmiz. Hurmatli obunachilar, mana shu Bahodir akamiz sexlarga kelganmiz. Assalomu alaykum aka, tinchmisiz? Ishlar bilan charchamasizlarmi? Assalomu alaykum, Otabek Uz kanalining. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'limizdan kelganicha bir boshdan narxlari, ishlash jarayonlari va motorlari haqida ma'lumotni berib ketaveramiz. Hurmatli obunachilar, bu yerda 2 milliondan 3 million 200 minggacha bo'lgan universal drabilkalar ishlab chiqarilar ekan. Hurmatli obunachilar, mana ko'ringlar. Turidan bor ekan, bor akalar, 5 xil, 6 xil. Mana akalar, gavelkalar ham bor ekan, ko'mir gavelkalar va atala qozonlar ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Hurmatli obunachilar, siz istagan, siz izlab yurgan barcha turdagi drabilkalar, chorvachilikka kerak bo'lgan mahsulotlar hammasi bor. Hurmatli obunachilar, bir boshdan narxlarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bu yerga joy tayyorlab qo'yganmiz. Ishlash jarayoni Makka, Somon, G'o'zapoya. Mana akalar, mana bunda esa qashchalar chiqarib ko'rsatamiz. Mana bu ikkovida G'o'zapoya nima bilan? Makka bilan bug'doy chiqarib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, xo'p. Hozir ichkarini birinchi ko'rsatib qo'yay, jo'raga. Ichkarida hurmatli obunachilar, siklet qarang. Mahsulot qo'ygan, kelar. Oho. Sizlar zakasini bersalang, tayyor ekan. Borib, shuni motorni qo'yib oq, akalar qatib turishni jo'natib yuborgan, akalar mana. Assortiment qarang ko'pligini, bay. Tayyor ekan, bor. Faqat motorni qo'ysa bo'ldi ekan. Qolgan pichog'i ham yo'q, joyida tayyor ekan, akalar. Ko'pligini qarang. Xo'p, endi tashqariga chiqib bir boshdan ishlash jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, ketdik. Xo'p, hurmatli obunachilar, birinchi o'rinda esa pichoqlari va motorlari haqida, narxlari haqida ma'lumotni beramiz, keyin ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana pichoqlari. Aka, ma'lumotni beravering. Hozir aka. Pichoq ekan, ha. Aka, mana bu Jigulini mahaviga. Zavodskiy mahavi. Bu hozir 28 taligi pichoqlisi bu. Shuni chiqaradigan narsasiga qarab chiqarib beramiz. Qo'l quruq deyiladigan bo'lsa, 22 talik normal. Eng ko'p 24 talik bo'lishi kerak. Qo'l bilan chiqaraman deganga. Bu hozir nechta dedingiz? Bu 28 talik. 28 talikmi? Bu ham 28 talik, bu ham mana Mahavik
chetdan o'shani nimanikiga o'xshatib qilinyapti. Buni ham qalinligi mana to'liq 1 santimetr. Bu ikkalasining nima sifati ham, og'irligi ham bir xilda. Bir xilda. Buni hisobi ham 6 millimetrlik. Bu endi 3,5 kilovatlik to'ki ozroq joylarga buni qo'yib beramiz. Nimasiga qarab. Ishlatadigan joyning to'kiga, nimasiga qarab turib nima qilib beramiz. Xo'p, motorlar ham shu. Mis motorimiz bor, 6,5 kilovatlik bu. Mis motorimiz, shuni 3,5 kilovatligi bor. Mis motor. Bu titan motorimiz alyumin. 4 kilovatlik, 5,5 kilovatlik, 3 kilovatligimiz bor. Bu Rubin ham xuddi shu. 3,5 kilovatlik, 6,5 kilovatlik motorimiz bor. 3,5 ming obrotli bular hammasi. Narxi necha pul endi bularda? Endi narxi endi o'sha qo'yayotgan nimamizni, mahsulotimizni, bunaqa ishlatayotgan nimamizni materialiga qarab, uni ham mana materialiga qarab nima qiladi? Qalin yupasiga qarab, pichoqlariga qarab, o'shanga qarab narx o'zgaradi. Xo'p, hozir mana bu eng arzoni mana bu deyapsiz, to'g'rimi? Bu 2 millionlik hashaylarda 6,5 kilovatlik motor qo'yiladi. Quruq hashaylarni hammasini mayin qilib chiqarib beradi. Bir xil razmerda maydalaydi. Faqat hashakka moslangan, a? Faqat hashakka moslangan. Bug'doy makkaga emas. Yo'q, bu bug'doy makka ho'l o'tam chiqarolmaydi. Endi bundan tepasliklar hammasi ham ho'l, quruq, ham don, ham universal bo'ladi qolganlari. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, qolganlar motoriga qarab o'zgaraveradi. Motoriga, pichog'iga qarab narx o'zgaraveradi. Xolasa 4 burchakli, xolasa yumaloqli. Mana hurmatli obunachilar, donga moslangan. Hop, menga aka bitta narsa yoqqaniki, mana buni zo'r ishlabsiz lekin, mana uzunligini. Xavfsizligi tomondan zo'rda. Buni hozir yomoshatib chiqarsa bo'laveradi bu, to'g'rimi? Yomoshatib ham chiqarsa bo'laveradi. Chiqarib ko'rsatib beramiz. Lekin mana uni haqiqatda zo'r ishlabsiz. Qancha santimetr bor aka mana shu? 55. 55? 55 santimetr ekan. Hurmatli obunachilar, nima chiqarishdan qat'iy, endi asosan qo'ya hashak chiqarganingizda hurmatli obunachilar, xavfsizda mana qaranglar. Eng yoqqan tomon mana shu zo'r bo'ldi aka, bor, xavfsiz. Xo'p, mana shular aka, qaysi motordan qo'yib berasiz? Narxi necha pul chiqadi aka? Xo'p, motoriga qarab, 3 million dastlabkasi ichida bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha 3 million 200 dan 2,5 milliongacha bo'ladi bular. Xo'p. Motoriga qarab, pichoqlariga qarab o'zgaradi. 2 million 500 mingdan 3 million 200 minggacha. 2 million 500 dastlabkasi ichida. Dastlabkasi ichida, xo'p, 700 bilan, 3 milliondan 2 million 300 gacha bo'ladi. Xo'p, 2 million 500 ga qaysi motorni qo'yib berasizmi? Nechalik pichoqli bo'ladi? 3,5 kilovatlik bo'ladi. Qaysi biri? 18 talik pichoq bo'ladi. Mana Rubin 3 bu yerda hozir u kichik 3 kilovatliklar motorlar qo'yganimiz yo'q. Bular kattalar 3,5 4 kilovatli. 6,5 kilovatlik. Endi uni hozir biz uyda edi-da, u motorlar. Asosiy nimamiz motor qo'yadigan joyimiz Ag'diydi, Bag'da hozir borini qo'yyapmiz. Bo'laveradi. Motor qo'yilganlar uyda bo'ladi. Hurmatli obunachilar, 2 million 500 dan 3 million 200 gacha mana shu universal drablikalarimiz chiqargan. Xo'p, endi mana bu yerda yana bundan arzonrog'i bor. Qaysi dedingiz aka? Mana ular bir xil-a? Bular hammasi bir xil xohlagan odamga orqasidan amal bunaqa bunday olib, ochib turib, bunday solib yopiladigan qilib beramiz. Xohlasa gayka botni qilib beramiz. Uni talabiga qarab qilib beramiz. Bu pulidan narxini o'zgartirmaydi. O'zgarmaydi, narxi bir xil. O'zgarmaydi. Xo'p. Setka pichog'i qo'yib beriladi. Nechta setkasi beriladi? 4 xil setkasi bor, a? Setkani olib kelib bergan Davlatbek. Setkani berib yuboring. Mana bu yerda ekan, bo'ldi. Xo'p, mana. Mana setkalarimiz, 4 xil setkamiz bor. Bu yorma, kepa holatda qo'ylarga o'ta mayin qilib beradi mollarga. O'zi mollarsiz ham o'zi mas setkada mana o'rtasida temir o'zga bitta setka deymiz, 5 xil deymiz. O'zi shunda ham to'ki normal odamga o'zi mollarga normal chiqaradi. Mana setka qo'yish kerak yo'q-ding. Men o'zim qo'ylarga mashina chiqarib beryapman. Bunda o'ta mayin qilib yuboradi. Endi xohsha kimni talabiga qarab o'zi qilib beraveradi. Xo'p. Mana buchi, buni narxi necha pul aka? Xo'p, bular o'zi olib ketsa 2 million 200 dan Xo'p. 2,5 milliongacha dastlabki qilib beryapmiz. Motori necha kilo buni? Bu misi 2 million 800 bo'ladi. Olib borib bersak, o'zi nima qilib kelsa 2,5 million bo'ladi.
Mana shu 6 O'zi olib ketsa, o'zi olib kelsa, shu yerda o'zi olib ketsa 2 million 500 dan. Bu o'zi olib ketsa 2 million 200, 6,5 kilovat 3,5 shu Rubin motor qo'yilgan bo'ladi. Pichoqlarini ham ko'rib oling mana. Ketkasi buniki yonidan solinadi. Mana hurmatli obunachilar, pichoqlar nechtalik ekan bu? Bu 18 talik. 18 talik. 2 million 200 dan 200 dan dastavkasi ichidanmi yo kelib olib kelsa? Kelib olib kelsa, olib borsa 2,5 milliondan 2 million 800 gacha. Misi 2 million 800, alyuminiy 2,5 millionga yetib borishi. Demak, motorida narx o'zgarar ekan xolasdan. O'zgaradi. Bo'ldi. Xo'p. Bu garilkalarning Xo'p. Garilkasidan chiqdi-yu. Mana garilkalar hurmatli obunachilar. Bular nechi puldan aka? Bu atragon garilka, bunisi, mana bunisi hoka garilka. Hoka, tappi, nima yoqsa, bu ham faqat atragon yoqadi. Atragonga. Endi haligi to'ylarga, nimalarga, katyollarga solib qo'ysa, zakasiga qarab talabiga katta-kichik qilib beraveramiz. Xo'p, narxi nechi pul? Bu 1 milliondan motoriga qarab bu ham o'zgaradi. Motori skori 10 ta skorli qilib alishtiriladigan bor. Ikkita skorlisi bor. O'sha motoriga qarab o'zgaraveradi bu ham. Narxi. Mana 1 milliondan nima qilib beryapmiz? 1 milliondan. Motori eng zo'rini qo'yib berasiz 1 million. 1 million bilan. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, 1 milliondan xohlasangiz atragon, xohlasangiz hoga garilka, motorini 10 skorli deysiz-a? 10 skorli. 10 skorli eng 8 skorli shunaqa bo'ladi. Demoqchi eng kuchlisi qo'yib berasiz-da, to'g'rimi? Eng zo'rini qo'yib berayotgan 1 million so'mga hurmatli obunachilar. Dastlabki 1 million chidamli, ha? Joyiga qarab. Joyiga qarab. Biz faqat bunday shaharlargacha yetkazib bera olamiz xolos. Uygacha yetkazib bera olmaymiz. Nimalarni uygacha qilib bera olamiz. Bo'ldi. Endi hurmatli obunachilar, atala qozonlarimizni ko'rsatamiz. Mana shuni so'rab ketaylik. Bu atala qozonlarimiz aka 250 litrdan 245 litrgacha. Endi plus minus 240 litr, 250 litrgacha bo'ladi. Buni tagi mana o't yonadigan joyi 308 litrdan bo'lgan bunisi. Qalindan. Mana konteyner tomi qalin joyidan qilingan. Nimasi? Ancha-munchaga kuymasa ekan endi tagi. Endi nimasiga qarab nima qilinaveradi? Bu tagi konteyner materiali. Bu konteyner materialdan. Ashi nimasiga qarab bo'laveradi bu ham. Xo'p, buni narxi nechi pul? Bu bular 1 million 100. 1 million 100. Bunisi-chi? Bunisi azoroqda bunisi. 1 million 50 ming. 1 million 50 ming. 50 ming farq qiladi xolosmi? Hammasi bir xil-a? Bu shunaqa, o'sha qaliniga. 4 lik deb olganmiz, 4 emas 308 bersa kerak, hali qalinlari. Bu 2 chiqadi to'liq bu konteynerniki. Mana ular 3-4 deb olgan, endi 308 bersa kerak hali schinasi. Qalin. Hurmatli bo'lsa qalin ekan. O't yoqqancha ekilmaydi-da, uzoq xizmat qiladi-da. Uzoq xizmat qiladi, to'g'ri. Xo'p, narxlarni yetdik, hurmatli obunachilar. Endi 3 faza. Xo'p. Buni hozir siz kelib qolmay nimalarni o'rnatishga ulgurmadik.